Assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan birgaman Roho. Standoff 2 da qanaqa qilib nastroykni zo'r qilib to'g'rilasa bo'ladi, ham giroskopni qanaqa qiladi, ana otadigan nima edi, shuni qanaqa kichraytadi, shuni o'rgatadigan bo'laman. Videomizga like bosib, podpisatsiya bosib ketsangiz bo'ladi. Mana shu nastroykaga o'tasiz, upravleniyaga bosib shu yerdan knopkangizni tanlasangiz bo'ladi. Masalan, yerda чувствительностьni o'zgartirsangiz bo'ladi shunaqa qilib. Bu Standoffni o'ziniki. Bilmayman, random qo'yib qo'yaman, qarang. Shu yerdan mana shuni tochka qilishingiz uchun mana shuni bosasiz. Mana shunaqa qilish uchun shuni bosasiz. Menga tochkaga qo'yib va buni 5-12 qilib qo'yibman. Mana endi nastroykani o'zgartirish. Kattalashtirsa, kichraytirsa, ko'rinmas qilsa ham bo'ladi. Mana yuradigan hammasi shunaqa. Endi giroskop. Yo'q. Shu pritselda faqat giroskop, bu o'chirib qo'yish, bu esa yoqib qo'yish deyiladi. Mana zvukni anaqa qilsangiz ham bo'ladi, kuchaytirib, pasaytirsangiz bo'ladi. 3D zvuk deydi. Голосовой чат. Mana shu yerda klan, все друзья, никто deganlar ham bor. Shunaqa video bo'ldi qisqacha. Shu qisqacha bo'lmasligi uchun hozir bitta komandaviy bo'y o'ynab, o'yinimni ko'rsangiz bo'ladi. Hozir kiraman deguncha like bosib o'tiringlar. Mana arjalar bitta so'rashingiz mumkin, bo'lmish. Shunaqalar bo'lmishlarski. San'atda ketdik qani. Biz nima olamiz? Akem olamiz. Mana giroskopni o'zgartirsa bo'ladi. Ekran yo'q, menda ketgan ekanmiz. Yetmiş beş berganimdagi oyog'iga ekan. Tim. Voy, bizning odam ekan. Nima bu o'yin? Biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Hem de oynayayım mı? Avrupa oynayayım mı? Avrupa. İnternet koptu.
Ve yutdik. 8 kill qilibman. Pinkni ko'rsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Keyingi video qanaqa bo'lsin, kommentariya yozib qoldiringlar. 60-urin bo'laman yaqinda, mana 59-urin bo'ldik. Chiqamiz. Bugungi videoda kim birinchi komment yozsa, shunga bitta 2 gol beraman. 2 gol beraman. 2 gol yoki nima ekan bilmayman, короче. Shu bilan video tugadi.